Qaldoslarım alam şahırlık bolsun. Hazır biz etiyende sebi fasıl mağduq göç bir fasılan. Öz közümle bir kirib baqay şu bazarında bazarımda. Onaldım çıqqan, lekin bugün bir sizlarga bir xatir film ishlab yo'llab berayda. Ben demiş halatda. Ming ishim, lekin qiziqilgan do'stlar qolsa bir jirkani boshqa qo'llab qo'ysanlar. Mashinaning battiganda bak chiqqan. Cho'qim bu mashinalarning hammasi mishayga sevir narsa qilib kelgan bo'lishi mumkin. Kichik kirg'i bilan yo'q bir so'rab baqilay. Kırgılıp kazma soğukta teşekkür to'ldirmay uyostay deb kirib mashinamga ko'rib bir tijoratchilardan bir parangish baqila. Bir narsa qilib kelgan. O'zi do'konchilar chiqib turamda. 9dan boshlab to'xtab kelman. Uzun otomastok. Uzun otomastok. Hazır iştiripki aile maşinesi kırgıl koymaydı ki ya. Peki biz hazır müşahede aile maşinesi kırgıl koymaydı ki iştirip doktorken bolsanlar diyen tədib hazır. Matrep yelim satqan taraf, matrep sey satqan taraf ayanda. Biz asasen çoğumi fan işletilen Çingsey, anken xamba işletilen Şangsey. Asasen kökseyni köprek işletimiz. Hamiz aç tarafını alımız mı? A tarafını alımız. Tutarlaki müşahede nəslini bir appaqlayabız mı? Seypi fasından nimiz keldik hazır aldı tarafga. Müşahede qana saylar vardı. Köre baqlı. Aşxana jatqasından aldık. Qop qalsa ham shu sevgiliklar bilan qanday saqlaymiz. Ashuna qarta bir imkoniyatlar yaratsanlar, endi boshqa aşxana jatqanlar bor emasmi? Hammalar tang o'rtoqlashsak. Endi bizga ham kuchli kelib ishlatamiz. Endi masalan hozir nurg'un aşxanalar ichilyotdi. Mesela xo'goxonlar ichilyotdi, taqilyotdi degandek. Men ko'z bir xo'goxon aylanib ko'rib qoldim. Ochiqilib bir ayolman taqilib qopti. Balki men ham shu materialni ishlatishni joyida xumoqlik bo'lishi mumkin hamda. Çünkü endi hozir yana do'konchi qoljiq emasmi? Ani ko'rib qolanda basa. Çok güzel ama. Kilo taş vurmadınız. Kilosu 5 kilo. Kilosu 5 kilo. Kilosu 15 kilo. Bizga o'sha pishirib qo'yib, o'lchab qo'yacaq seftan, pishirib qo'yib, bir qo'yib foydalashmiz. Ha, bo'ladi. Açmanmı söyleyip kapsız bu? Undagi sutdan. So'rab ishpinamiz ekib. Saqlanmay, o'zim saqlamaymiz. Men malqil xidan bildim. Shu sanalar men gazal desa biz ko'ptimiz bir ma'lumot deb o'zi. Yo'g'imiz sektam. Mallı atışlardan sakla mallı buzuk getirdi. Hem suzuk işte. Demeden süpet kafalet oğlandıkın alba halk bir oradaydı. Elden mal çayla bir şey bulmaydı. Atı haset oğlan ama sana. Ende kafalet. Bundan yürü. Fakat sanmam o tezkene mi? Evlendikken bir şeydi bir be. Mıydı herkes saprayım koydum. Koydum abi. Bir kılıp olmadı be. Bak çıkıyor kanı kayda saçtı da. Bir gün abi satalım sizmiş lan. Çünkü be. Tügümeydi. Hadiye baza ilk tayin stöksüz oldu. Yine oldu. Aldı daha yaşıttı baza. Adır baza yine oldu. Yine azdım. Kumaş çıksaydım ben mi yakın başka? Hem siz var. Siz devamlı bir şey hatırladın mı? Devamlı bir şeydi şu. Biz de 25 yıl oldu baza. 25 yıl. Mış ticaret köşe oldu. Bir Allah'tan beri olmuş. Asasım da kesinlikmişim. Kubalar Ne var biz değişip kalsakmış o bir oturup verelim size dükkanla. Biz doksan onun ne mesela aynı malda disayız. Bize topta ahtımız sen mal var. Mesela şu bir denzige malın olduğu türüne mesela yani yol sevde o çöpçü digende manç kilo maşede sorma. Manç kilo ya bir koy 5 maya iş koy para manç kilo manç bunda türüne nasıl gidip daha kalıp vermiştik. Evet bizim o adet bir şey içinde işte mesela şu onun şu ne derdi aşkınlığa müşahede amanı kalıp vermiştik. Buldu. Cıftında iş konup ben bettesa. Ay işte bir şey ne falan ben. Hem de bunu yapsak ayda bir ihtimal saat bitti. Sıcağında bana yakışıktı. Buna ben paylaşmam hazır. Hem meylen atarsak tutam. Hem kiyen kasım hep bir sefer tutuyordu. Hem de bizim mal kıymet. Hem de mal kıymet az bir şey mal kıymet. Hem de bak bizim o senemge ben kep katmadan kaldık. Sizin mukamır dükkan var ya. Mukamır dükkan on var ya. Dükkan hazır. Var dükkan iyi var. Dükkanlarda müşteri için değil mi? Tabii ki. Aslında dükkanlar da öldürmek dükkanı. Bizler inim içiyordu da adı aşağıdan. Şu. Bizim bu pazarda şu asası top.
taxtimiz. Çıksa neç buldunuz kilosuna? So'ng seni Kilosu beş 5 qo'y. qo'y kilo. 5 koy. Nimani yaxshi desangiz shu olib bersak, mana shu yerda desangiz, endi shunaqa biz olib manfaat nima qilsa, yaxshi optin olib berishga kafolat qilamiz. Endi masalan, bugun bozorda 10 qo'yarsak, bozorlab ketdi, 20 soat ishlaymiz bor. Ha. Qanday bo'lib qolsa, adam jiqchib qolsa 5 qo'ysa ishimiz bor ekan. Ammo sevadini ishi oqlam o'tib, gap joni qanda, ishni ko'laydi, ishni tushidi. Ammo chiqdan ketamaydi bersa. Hozir bozorni ko'ratimiz, bozorni qisib turgandan keyin sening bazını o'sib tushib turganmiz qish vaqtida. Shuni piyaz Yoz vaqtida ham qata muqimroq o'xshaydi, lekin qish vaqtida ham o'sib turgan. Mana ham do'konda bada qildi. Shuni sevammi? Shuni sevammi? Ko'rib baqsaq bo'pti. Shuni sevammi? Ham bu bilan ko'jini tib qo'yamiz-ku. Bizga shu yaxshiroq, ana yaxshini o'qib bersanglar, deb bersanglar. Uni oldidan shu deyishlik o'yinchoqlar kelib turibdi. Endi biz o'zimiz bir ko'rib, qipaqli bozorlar faqida shu holatda qilamiz. Endi bir qatamda foydami oldikan, lekin yaxshisini ishlatib qo'yatgan uchun o'zimiz bir ko'zimizdan ko'rib, bozordan yaxshi maslahatlar biz burga eng yaxshi maslahat o'xshamdi yo'qmi? Hozir shuni bir video qilib kelib qoldim. Yetkazib qo'yib beramizlar. Ko'rib boqaman. Ko'rib boqaman. Yo'q shu. Mal quloqli jiq chiqqan. Mana bilan kelib Bo'ldi. Endi maqalasi aldirashgan, o'zini ko'gach turdi. Bayon qilsansan kim, ama sevazamashlikcha. Ana cho'monsan o'xshaymi shuna ishlikka. Ko'rib chiqib birdan optab chiqdi. Shu ketdimi? FIFA qarab baxtim. Hammasi ko'rsatilgan ekan, lekin oldigan naytek ozgan. Ya biz bir keyin kelib qoldik, lekin qarasam o go'shbek chiqqan. So'da qo'ygan tezlasa, yosh qishloqlar ekan. Endi shu azroq olsin bir kunlik ko'ngilimiz chiqsa devamli. Hammadan turmush elektrikadan. Hozir bolalar silyapti. degan oldu mana. Ha. 200 ga olmal satıldık degan mi? Deganmi? Bo'lib bersa 3000 so'y olmal satıldık degan mana. Ha. 200 ga olmal satıldım degan mana. Adet 3000 koymasal. 3000 ga olmal satıldık. Mana tamam tamam. Niyatım da tutib ketganlamda. Çatırama. Bo'ldi. Rahmat achamsa. Ma'qul bo'ldi, ma'qul. Vallahi yana bir narsa qilib ketgan. Men ve Lobangda bosqizib ben. Ketdirman. Anasini bilsa, mashinaga bir bosla. Patama mashinaga. Kichikda so'dni qilibdan qilib qo'ydik mayada. Ko'gil chiqqan amaliyotda bir endi bizga gapirilgan mol manbas bor ekan. Biz o'zimizni ippa qilayapmiz, bizga ta'minlab bergan narsalar bozor qanday o'rin turdi shuni ko'yga chiqqan hamda. Anadaki o'zimiz ko'rib qildik hamda bizga o'zimiz ishlatgan mollardan texnik bir qadar yaxshisini ishlatdik. Bundan keyin men shu molga berganlar aloqalashib bir suratda mush darajasida akapirilganga yoki bo'lmasa o'zimiz chiqib oldiganga deyishib qolaman. Do'stlar, do'konimizga xotirjam kelib tomoqlarimizni yeb ketishni umid qilaman. Chiqib bozorni ko'rdik, nurg'un ishlarni his qildim bozorga kelgandan keyin. Asan yosh cho'nglarimizni tartiblikda uyda yetib o'ltirolmay hech bo'lmasa bir kunlik chiqimimiz olsin topiladi deb shu holatda terishib